canım ey, babadan da kalgan burası. Canım zaman ey, canım baba salkın bulantı. Assalomu alaykum o'zbek modlari YouTube kanali kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugun biz Namangan Uchqurondamiz akalar. Mo'rin akamni oldiga kelganman. Mo'rin akamdan xohlasa bugunga bir yoshroq ot bor ekan akalar. Like bosib tursizlaring bu otning ma'lumotlarini o'zida choliq qilib olib beraman. Ozgina qishloq sharoitidamiz, texnikalar kelib qoladi. Endi videomiz uzilishlar bo'lib qoladigan bo'lsa, uzr so'rab o'tamiz akalar. Ekranga yaqinroq o'rnasholaringlar. Men Mo'rin akamni o'zidan ishora qilib ma'lumotlarini olib beraman. Adashmasam otning laqabini Osiyo deb. Yoshini hozir so'rab bilib beraman inshaalloh. Mo'rin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Fardim. Kimsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, rahmat, Allohga shukr. Nima kelib oldingizmi? Ha, rahmat. Bu yoqqa qo'yib qo'ying Mo'rin aka. Mo'rin aka, Osiyoni ma'lumotlarini bering aka, chiroyli qilib. Yoshi 5 yashar. Yoshi 5 ta. Ha, bo'ylari 1.60 chiqdi metrga. Aha. 1.60 ga beraveramiz. Bo'ldi. 60 baland. Ha, 60 dan baland. 60 dan baland holatda. Xo'p, yedi ishtisi, sog'lomlari yaxshimi? Yeb ichishi zo'r. Yoshi yosh ekan. Endi baribir bir ikkita kamchiligi bo'lishi mumkin. Uloqqa bir solib ko'rdingizmi? Uloqqa solganmiz Fardim. Qanday yaxshi? Rosa chopdek ot zo'r. Kirishi ham, qochishi ham zo'r. Chiqishlari yaxshi? Ha, o'ta zo'r. Ko'ngildagidek. Borishlari ham ko'ngildagidek. Uyaltirmaydi? Yo'q, uyaltirmaydi. Shu tomon bitta yurgizorchi. Ana, yoshi 5 ta deyapti. Metrga 1.63 chiqdi dedi, adashmasam. Qaytaravering Mo'rin aka. Tezliklar ham tezga o'xshaydi-mi Mo'rin aka? Ha, o'ta zo'r. Yugurtirmay qo'ying. Bitta men buni 4 oyoqlarni tortib qo'yadi, keyin xotirjam bir yugurtirib, netib qolgan ma'lumotlarga o'tilaveradi. Shuni to'xtatib qo'ying-da. Eng asosiysi baribir otda qo'shqoqlar, 4 oyoqlar. Yana olta qilingan, orqasida ham Orqasida ham ha, yilib ketdi, orqalarini olib tashladik. Oldida bor. Buni o'zingiz taqalab ko'rdingizmi yoki ko'rmadingizmi? Ha, taqalaganmiz, Fardim, biz ko'rsatib qo'yamiz uni yoshliklarini. Yoshliklari yaxshi? Ha, ko'rsatib. Bo'ldi aka. Ana akalar. Xolosa. Bismillah. Shuni to'xtatib turing, men bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana akalar, boshlanli taqa. Bo'ldi. Shirorang. İnşallah xulqat to'llari, yoshliklari yaxshi ekan. Hech muammosi yo'q, Fardim mana. Bo'ldi aka. Ana akalar. Ko'staymiz. Chini ham bir olib qo'yamiz. Mayli, albatta zo'r bo'ladi aka. Mana tepasida hali yo'q tishi. Sekin bitta ochib qo'ying. Shuni ham tursa. Mana hozir yormagan hali tepasida. Pastlari yor bo'libdi. Pastini yor bo'ldi. Tepasini ikkala tomonini ham yormaganmi? Yo'q, ikkala tarafda ham yo'q hali. Bo'ldi aka. 5 yoshga olishaveradi endi, 4 yosh aslida. Bo'ldi. Xo'p, endi buni ustiga bir chiqing aka. Bir narx-navolar haqida to'xtalaylik. Buni zot haqida xabaringiz ham bormi aka? Yo'q. Zotini elga qo'yamiz, Fardim. Zot elga qo'yiladi. Ha. Bo'laveradi aka. Xo'p. Buni narx-navolari necha pul bo'ladi aka endi? Narxi $3400 kam bor. $3400 kami bor. Ha, Kelishadi joyi bor ha? Kelishamiz. O'rn aka bir yengil qo'yib yuborsak bo'ladimi? Qo'yaveramiz uni. Bu yoqdan bu yoqqami yo tomondan? Og'dan baqa qo'yamiz unda. Bo'laveradi aka. Ehtiyot olib ha. Ish ketargan akalar. Do'st emasin, mashallah. Xo'p, bizni kuzatib turaveringlar. Narxi $3400 kam bor dedi. Qattiq jo'nab qolar ekan jonivor. O'rn aka bo'ladi. Qiziqqanlar aloqa chiqishadi. To'liq ma'lumotlar telefonda o'zingiz chiqarib yetkazib berasiz aka. Bo'ldi. Bitta olib qo'yingchi devorga ham. Devor buzvoradi. Ehtiyot bo'ling aka. Ko'p yerlarda buzilib ketgan devorlar. Ha. Bo'ldi. O'rn aka, o'zingiz chiroyli qilib telefon qilsa, ma'lumotlarni yetkazib berasiz. Yetkazamiz. Turinglar akalar. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Bugunga Namangan Osiyo.